Assalomu alaykum muhim 24 ning qadrli kuzatuvchilari. Bugun yana siz bilan O'zbekiston va dunyoning global siyosatida bo'lib o'tayotgan voqealar xususida xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bugun dasturimizda Rossiya o'smirlardan josus sifatida foydalangan, Financial Times Qirg'iziston O'zbekistondan yirik yer uchastkalarini davlat mulkiga qabul qildi. Boy ruslar Xitoy enagalarini yollamoqda. New York Times sobiq adliya vaziri 9 yilga qamaldi. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari Iroqni qachon tark etishi ma'lum bo'ldi. Isroil G'azoda 60 kunlik otashkesimga rozi bo'ldi. Putin va Makron 3 yil ichida birinchi marta telefonda gaplashdi. Daniya ayollar uchun majburiy harbiy xizmatni qaytardi. Endi esa batafsil. Daniya ayollar uchun majburiy harbiy xizmatni qaytardi. Daniyada ayollar erkaklar bilan bir qatorda harbiy xizmatni o'tash majburiy etib belgilandi, deb xabar beradi Associated Press. Bu boradagi o'zgarishlar 1-iyuldan kuchga kirdi va u 18 yoshga to'lgan shaxslarga taalluqli. Qayd etilishicha, shu kunga qadar mamlakatda ayollar o'z xohishiga ko'ra armiyada xizmat qilishlari mumkin bo'lgan. Daniya mudofaa vaziri Troels Lund Poulsen bahorda hukumat avvaliga 2027-yildan boshlab majburiy harbiy xizmatni kengaytirishni xohlagani, biroq Rossiyadan kelayotgan tahdid sharoitida mamlakat qurolli kuchlari sonini tezroq oshirish maqsadida islohotni tezlashtirishga qaror qilganini aytdi. Shuningdek, xizmat muddati ham uzaytirildi. Endi u 4 oy o'rniga 11 oy davom etadi. Daniyadagi chaqiruv dasturi rahbari Kenneth Stormning ta'kidlashicha, o'zgarishlar NATOning mudofaa siyosati kuchaytirilganligi bilan bog'liq. Bu qaror avvalgi xizmat vaziyatidan kelib chiqqan holda ko'proq jangovar salohiyatga ega bo'lish va armiya, flot, harbiy havo kuchlari yoki maxsus operatsiyalar kuchlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida qabul qilingan. Amaldagi tizimga muvofiq Daniya 18 yoshga to'lgan barcha fuqarolarni harbiy hisobga turishlari va armiyada xizmat qilishga yaroqlilik tekshiruvidan o'tkazishlari kerak. Dastlab ko'ngillilar jalb etiladi. Qolgan o'rinlarda esa tasodifiy tarzda lotereya orqali taqsimlanadi. 2033-yilga borib harbiy xizmatga har yili 6,5 ming nafargacha fuqaroni jalb etish rejalashtirilgan. O'tgan yili Daniya armiyasida 4,7 ming kishi xizmat qilgan. Ularning 24% ayollar tashkil etadi. Hozirda aholisi 6 millionni tashkil etadigan qurolli kuchlarida 9 ming professional harbiylar mavjud. Daniya ayollar uchun harbiy majburiyatni joriy etgan Shimoliy Yevropadagi so'nggi mamlakat bo'ldi. Buni ilk bor 2015-yilda Norvegiya amalga oshirgan. 2017-yildan esa Shvetsiya ham shunga o'xshash choralarni qabul qilgan edi. Putin va Makron 3 yil ichida birinchi marta telefonda gaplashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Fransiya prezidenti Emmanuel Makron bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Kreml sayti xabar berdi. Moskva Eron va Isroil o'rtasidagi mojaro, shuningdek Rossiya-Ukraina urushini muhokama qilgan suhbat sermazmun o'tganini ta'kidladi. Ukraina atrofidagi vaziyatni muhokama qilish chog'ida Vladimir Putin Ukrainadagi mojaro bu Rossiyaning xavfsizlik manfaatlarini inkor etib kelgan, Ukraina hududlarida anti-Rossiya plastdarmini yaratgan, rus tilida so'zlovchi aholi huquqlarining buzilishiga ko'z yumgan va endilikda esa mojaroni cho'zishga harakat qilib, Kiyev rejimiga turli zamonaviy qurol-yarog'lar yetkazib berishini davom ettirayotgan G'arb davlatlari siyosatining bevosita natijasi ekanligini eslatgan. Makron matbuot xizmati telefon orqali muloqot bo'lib o'tganini tasdiqlab, u 2 soatdan ortiq davom etgani va unda Ukraina hamda Eron yadro dasturi muhokama qilinganini bildirdi. Qayd etilishicha, Fransiya prezidenti Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlashga chaqirgan. Putin va Makron oxirgi marta 2022-yil sentyabrda telefon orqali muloqot qilgan. Ularning to'g'ridan-to'g'ri aloqalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan keyin bir necha oy davom etgandi. Makron 2025-yil fevral oyidayoq muzokaralar jarayonlarining qaysi bosqichida bu ma'qul bo'lsa, Putin bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini aytgan edi. Isroil G'azoda 60 kunlik otashkesimga rozi bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar vakillari Isroil bilan G'azo sektorida 60 kunlik o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartlarni kelishib olganligini ma'lum qildi. Bu haqda u o'zining
Truth Social tarmog'idagi sahifasida yozgan. Isroil 60 kunlik o't ochishni to'xtatish uchun zarur bo'lgan shartlarga rozi bo'ldi. Shu vaqt ichida biz barcha tomonlar bilan urushni tugatish yo'lida ishlaymiz. Qatarliklar va misrliklar tinchlik o'rnatish yo'lida juda ko'p harakat qilgan davlatlar bu yakuniy taklifni taqdim etadi, deb yozdi Tramp. U shuningdek, Yaqin Sharq manfaati yo'lida Hamas ushbu bitimni qabul qilishiga umid bildirgan. Negaki bundan yaxshirog'i bo'lmaydi, faqat yomonlashadi, deya eslatgan Tramp. Qayd etish joiz, G'azoda harbiy harakatlar 2023-yil oktyabrida yana boshlangan edi. 2024-yil yanvarda tomonlar 2 oy davom etgan vaqtinchalik sulhga kelishgan. 18-mart kuni Isroil armiyasi G'azoga yana zarba bergan. Aprel oyida AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff sulhni ba'zi garovdagilarni ozod qilish evaziga uzaytirishni taklif etgan edi. Isroil bu taklifni qabul qilgan, biroq Hamas rad etgan. Shundan so'ng Isroil armiyasi Falastinda harbiy amaliyotlarni kengaytirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuvda G'azo sektorida sulhga erishish ushbu haftadayoq amalga oshishi mumkinligini aytgan. AQSh harbiylari Iroqni qachon tark etishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya o'z vazifalarini bajarib, 2026-yil kuzi boshida Iroqdagi missiyasini yakunlaydi. Bu haqda Iroq bosh vaziri Muhammad as-Sudaniy ma'lum qildi. Xalqaro koalitsiya missiyasi 2026-yil sentyabr oyida yakunlanadi, dedi as-Sudaniy. Uning ta'kidlashicha, hozirda Iroq hukumati koalitsiya tarkibidagi davlatlar bilan xavfsizlik sohasida ikki tomonlama munosabatlarga o'tish masalasida muzokaralar olib bormoqda. As-Sudaniy shuningdek AQSh bilan Bag'dod va Vashingtonda bu doirada 2 marotaba muzokaralar o'tkazilganligini va yaqin kelajakda Iroq konstitutsiyasiga muvofiq yangi xavfsizlik munosabatlarini belgilash maqsadida 3-raund ham bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, 2014-yil yozida IShID terrorchilik guruhi Iroq hududining 1/3 qismini egallab olgandi. 2015-yilda xalqaro koalitsiya ko'magida Iroq hukumati kuchlari ekstremistlar egallab olgan hududlarni ozod qilish uchun keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlagan. 2017-yil dekabrida Iroqning o'sha paytdagi bosh vaziri Haydar al-Abadiy IShIDning to'liq tor-mor etilganini e'lon qilgandi. 2020-yil 5-yanvarda Iroq parlamenti barcha xorijiy qo'shnilarni mamlakatdan to'liq chiqarish talabini o'z ichiga olgan rezolyutsiyani qabul qilgan. 2021-yilda esa Iroq hukumati mamlakatdagi AQSh qo'shinlari soni 2,5 ming nafardan oshmasligini bildirgan. 2021-yil 22-dekabrda Iroq qurolli kuchlari bosh shtabi xalqaro koalitsiyaning harbiy qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish jarayoni yakunlanganini ma'lum qilgan, ammo harbiy maslahatchilar sifatidagi birlik saqlanib qolgan. 2024-yil 17-sentyabrda as-Sudaniy AQSh qo'shinlarining Iroqda qolishiga endilikda ehtiyoj yo'qligini ta'kidlab, ularni chiqarish bo'yicha grafik tez orada e'lon qilinishi kerakligini aytgan. 2025-yil oxirigacha koalitsiya o'z vazifalarini bajarishi ehtimoldan xoli emasligi haqidagi bayonotni esa 2024-yil 4-fevralda Iroq prezidenti Abdulatif Rashid bergan. Uning ta'kidlashicha, xorijiy qo'shinlarni chiqarish muddatlari ikki tomonlama kelishuv asosida belgilab olinadi. Sobiq adliya vaziri 9 yilga qamaldi. Qozog'istonning sobiq adliya vaziri Marat Bekitayevga hukm chiqarildi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rasmiy vakili Doniyor Begadarov xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qozog'iston sobiq adliya vaziri Marat Bekitayev mol-mulki musodara qilingan holda 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bekitayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi firibgarlik, o'ta yirik hajmdagi o'g'irlik va tadbirkorlik faoliyatida noqonuniy ishtirok etish holatlari bo'yicha tergov qilingan. Mazkur ish bo'yicha tergov sir rukni ostida olib borilganligi sababli barcha ish materiallari va jinoyat holatlari oshkor etilishi shart emas. Shuning uchun afsuski, men bu savollarga to'liq javob bera olmayman, dedi Doniyor Begadarov. Marat Bekitayev 2023-yil oktyabr oyida hibsga olingan. O'tgan yilning kuzida Ostona sudi uning hibs muddatini uzaytirgani haqida xabar bergan edi.
Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati ma'lumotlariga ko'ra, sobiq vazir o'ziga tegishli bo'lgan kompaniya manfaatlarini qo'llab-quvvatlagan holda ochiq-oydin keraksiz xizmatlar ko'rsatish bo'yicha yillik shartnomalar tuzgan va bu orqali davlatga o'ta yirik miqdorda zarar yetkazgan. 2025-yil 3-marta jinoyat ishi sudga o'tkazildi. Marat Bekitayev 2016-2022-yillarda adliya vaziri bo'lib ishlagan. 2022-yil yanvaridan esa bosh vazir maslahatchisi bo'lgan. U bu lavozimdan 2022-yilning dekabrida bo'shatilgan. Biroq bu haqda 2023-yilning fevralida ma'lum qilingan. Rossiya o'smirlardan josus sifatida foydalangan. Financial Times. Ukraina xavfsizlik xizmati 2024-yilning bahoridan beri 700 kishini Rossiya josusi sifatida hibsga oldi. Ulardan 175 nafari ukrainalik o'smirlar. Bu haqda Financial Times nashri xabar berdi. Unda qayd etilishicha, ukrainalik yoshlar Telegram, Discord, WhatsApp va Viber messenjerlari orqali ishga olingan va ularga murakkabligiga qarab vazifalarni bajarish uchun 100 va 1000 dollargacha pul taklif qilingan. Ma'lum bo'lishicha, o'smirlar asosan harbiy inshootlar yoki havo hujumidan mudofaa tizimlarini suratga olish, portlovchi moddalarni binolarga joylashtirish, energetika infratuzilmasi obyektlariga yoki ishga qabul qilish markazlariga o't qo'yish kabi vazifalar yuklatilgan. Rossiya razvedka xizmatlari tomonidan yollanganlarning aksariyati ongli ravishda harakat qilgan, biroq ba'zilari aldash yo'li orqali jalb qilingan. Voyaga yetmaganlar o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko'ra olmaydi, deydi Ukraina xavfsizlik xizmati vakili. Eslatib o'tamiz, kecha 30-iyul kuni Ozarbayjon politsiyasi Bakudagi Sputnik Ozarbayjon ofisida o'tkazilgan operatsiya chog'ida nashrda ishlayotgan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlarini qo'lga olgandi. Boy ruslar xitoylik enagalarni yollamoqda. New York Times. Rus boylari Xitoy tilida so'zlashuvchi enagalarni yollashmoqda. Ular rus elita oilalari orasida talab katta bo'lgan ingliz tilida so'zlashuvchi enagalardan keyin ikkinchi o'rinni egallab, fransuz tilida so'zlashuvchilarni chetga surib qo'ydi. Bu haqda 30-iyun kuni enagalik xizmatlarini ko'rsatuvchi English Money kompaniyasi asoschisi Valentin Gogolga tayanib, The New York Times nashri xabar berdi. New York Times'ga bergan intervyusida Google Xitoy tilida gaplashadigan enagalarga bo'lgan talabni qondirish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilayotganini va ularning maoshi oyiga 5000 dollargacha yetganini aytdi. English Money mijozlari endi Xitoy tilini ingliz tilini to'ldiruvchi ikkinchi chet tili deb bilishadi. Bu Rossiyani xitoylashtirish jarayonining faqat bir jihati, deya ta'kidlaydi New York Times xabarida. Shuningdek, rossiyalik talabalar va maktab o'quvchilari orasida Xitoy tiliga bo'lgan talab sezilarli darajada oshgani, ularning Xitoyda o'qishga bo'lgan qiziqishi, shuningdek Xitoy madaniyati va mahsulotlari ommalashib borayotgani qayd etilgan. Yaqingacha hamma narsa g'arbcha bo'lib kelgan mamlakatda hayratlanarli narsa yuz berdi. Xitoy ruslar uchun orzu qilinadigan va modaga aylandi, deb yozadi Amerika gazetasi. Qayd etilishicha, so'nggi 3 yilda Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushi va Pekin bilan siyosiy yaqinlashuvi fonida Xitoyga qiziqishning keskin ortishi kuzatilgan. Ma'lumot uchun, avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham nabirasi Xitoy tilini bilishini eslatib o'tgandi. Tramp Suriyaga qarshi sanksiyalarni rasman bekor qildi. Kecha 30-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyaga qarshi joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish to'g'risida farmonni imzoladi. Ushbu qaror barqarorlik va tinchlik sari yo'lidagi qadam sifatida izohlandi. Bu haqda Oq uy bayonot berdi. AQSh barqaror, bir butun va o'zi hamda qo'shnilari bilan tinch totuv yashaydigan Suriyani qo'llab-quvvatlashga sodiqdir. Yagona Suriya terrorchilik tashkilotiga boshpana bermaydigan, diniy va etnik ozchiliklar xavfsizligini ta'minlaydigan Suriya mintaqaviy xavfsizlik va farovonlikni mustahkamlashi mumkin, deyiladi farmonda. Rossiyaga qochgan Suriya sobiq prezidenti Bashar Asad, uning oila a'zolari va ag'darilgan tuzum tarafdorlariga nisbatan sanksiyalar amalda qolmoqda. Oq uy bayonotida aytilishicha, AQSh yangi Suriya hukumati harakatlarini, jumladan Isroil bilan munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan aniq choralarni kuzatib boradi. Muvaqqat Suriya hukumatining tashqi ishlar vaziri Asad al-Hiboniy
Sanksiyalarning bekor qilinishi Suriya iqtisodiyotini tiklash yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishini va mamlakatni xalqaro hamjamiyat uchun ochishini bildirgan. AQSh moliya vaziri Skott Bessent bayonotida farmon Suriya xalqiga Bashar Asadning zolim rejimi ag'darilgach, hayotni yangidan boshlash imkonini beradi, deyiladi. Bugungi qarorlar Suriya iqtisodiyotini global savdoga qayta tiklash va mamlakat infratuzilmasini tiklash imkoniyatini yaratadi. Eslatib o'tamiz, Tramp Suriyaga nisbatan sanksiyalar joriy yilning may oyida yangi Suriya yetakchisi Ahmad ash-Shara bilan Ar-Riyodda uchrashuvdan oldin olib tashlanishi bildirilgan edi. Ahmad ash-Shara boshchiligidagi guruh hujumi ortidan o'tgan yil dekabr oyining boshida Bashar Asad rejimi ag'darilgan edi. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda siz bilan ko'rishguncha xayr deb qolamiz.